birinchi kundan уже taassurot juda ham katta. Bugun birinchi kundan, birinchi darslaridan уже men o'zimga yetarli ma'lumotlarni oldim deb o'ylayman. O'zi men Aziza opamni anchadan beri kuzatib yurardim. Boshlandi shunaqa bo'lsa endi qolganini tasavvur qila olmayman. Menga orzu edi-da, qanaqadir kelish darslariga, nimadir olish. Unadi, o'zimga motivatsiya oldim bir jag'i. Qoraqalpog'istondan Nukus shahridan kelib, o'qishga muyassar bo'ldim. Qayerdan keldingiz? Surxondaryo Termizdan keldim. Qo'ldan kelgancha hamma narsaga yordam beryapti, lekin juda ham xursandman. Lekin ko'p narsani o'rgandim, hammasini ochiq-oydin. Sir-asrorigacha yaxshilab aytib, O'zbekchani unaqa yaxshi bilmayman. Aziza Hamroyevaning saboqlaridan ko'p informatsiya oldim. rahmat. Dahshat. Gap yo'q lekin. Tushunchalar ayniqsa juda mukammal o'rgatar ekanlar. Birinchi kundan juda ko'p narsani o'rgatdilar. Men ular uchun juda ham rahmat deb aytaman. Birinchi darsimiz zo'r o'tdi. Menga juda ham ko'p narsani o'rgandim. Shaxsiy brend haqida Aziz opam shunchalik sharoitli qilgan ekanlar, menga rosa yoqdi. Rahmat kattakon sizlarga. Jo'xoriga o'suvdi. Oldima maqsadlar qo'ydim. Eng yaxshisi, ustida yaxshi kollektiv bilan tanishdim. O'zimga ko'p bilaman degan zatlardan ham bilmayman degan zatlarim ko'p ekan. Juda ham yoqdi. Tasavvur qilganimdan yana ham juda ham maroqli edi, to'g'risini aytsam. Qattiq havasim keldi bir jag'idan. Aziza Hamroyevaga o'xshadi, qattiq niyat etdim. Oldima maqsad etib qo'ydim. Birinchi dars haqida fikrlaysiz? Aziz opaga gap yo'q. Dahshat.